Assalomu alaykum yaxshi bolajonlar. Bugun sizlarga payg'ambar huzuridagi ayol haqidagi qissani so'zlab beraman. Onamiz Oysha radhiyallohu anha rivoyat qiladilar. Madinada shallaqi, uyatsiz bir ayol bor edi. Bir kuni u xotin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam huzurlariga keldi. Men shu paytda u zotga bir parcha qotgan go'sht pishirib qo'ygan edim. Shundan yeb turgandilar. Shallaq xotin payg'ambarimiz alayhissalomga ko'zi tushishi bilan, "Bu kishiga qaranglar, qullardek ovqatlanyapti. O'tirishi ham qulga o'xshaydi-ya", dedi. Bunga javoban payg'ambarimiz alayhissalom bosiqlik bilan, "To'g'ri, men Allohning quliman. Shu bois shunday o'tiraman, shunday ovqatlanaman ham", dedilar. U ayol, "Unda menga ham taomingdan ber, yeb ko'rayin", dedi. Payg'ambarimiz alayhissalom go'shtdan bir parcha uzatgan edilar. U buni rad etdi va "Og'zingda chaynab turganingdan berishingni istayman", dedi. U zot muborak og'izlaridan chala chaynalgan go'shtni olib uzatgan edilar. U "O'z qo'ling bilan menga yedirib qo'y", dedi. Payg'ambarimiz alayhissalom bu safar ham bosiqlik ila go'shtni muborak qo'llari bilan uning og'ziga soldilar. U behayoning og'ziga chala chaynalgan go'sht tushishi bilan qalbiga iymon nuri ham kirdi. Manbalarda keyinchalik u zamonasining soliha va dono ayollaridan biriga aylandi deyiladi.